Ko'p odamlar shunaqa deb o'ylaydi. Programmistlar kam gap. Programmistlar odamlar bilan chiqishib ketish bilmaydi. Odamlar bilan gaplashishni bilmaydi. Shunga o'xshagan gaplar, stereotiplar, har xil narsalar juda ham ko'p. Aslida shunaqami? Yo'q. Unaqa emas. Programmistlarni aksarini kam gap bo'lishi yoki odamlar bilan tezda chiqishib keta olmasligi, ya'ni chiqishib keta olmasligi deganda nima? Misol uchun bittada borib, begona odamlar bilan yaxshimisiz, tuzimisiz, ishlaringiz yaxshimi deb gaplashib keta olmasligi, bu ularni programmist bo'lganligi uchun shunaqa bo'lgan degan narsa emasda. Ular programmist bo'lganligi uchun kam gap. Shunaqa emas o'zi aslini olganda, umuman unaqa emas. Men shunaqa programmistlarni taniyman shaxsan o'zim. O shunaqa gapni ustida, shunaqa gapni ustida, shunaqa hazillar qilib tashlaydi. Endi ular senior leveldagi yoki middle leveldagi shunaqa yoki team lead, даже shunaqa produkt menejerlar bor. Produkt menejerlar endi bu nima? Shu IT sohasida, programmist, ya'ni dasturiy ta'minot sohasida shunaqa zo'r team leadlar bor. O dahshat. Zo'r. Shunaqangi yana senior middle leveldagi dasturchilar bor. Shunaqa hazil qiladi. Ko'chadagi yoki boshqa kasb sohasidagi, misol uchun sotuvchilik sohasida ishlaydigan, uncha-munchasini to'g'risi o'tirg'izib qo'yadi. Shunaqa hazillar qilib tashlaydi to'g'risi. Maza qilasiz. Va shunaqangi yana dasturchilar borki, senior leveldagi dasturchi, lekin to'g'risi odamlar bilan unaqa chiqishib ketish juda qiyin. Muomalasi yo'q, dag'al, qo'pol. Keyin salom alaykum qilgisi kelmaydimi? Oldiga borsangiz, qo'lini mana zo'rg'a beradi qo'lini, qanaqadir g'alat. Tushunib bo'lmaydigan shunaqa insonlar, shunaqa dasturchilar ham bor. Ularni ham tushunamiz. Ya'ni shunaqa dasturchilar uyatchang. Xo'jligisi kelmaydi, qanaqadir gaplashgisi kelmaydi. Shunaqalar ham bor. Shunaqa dasturchilarni ham men ko'rdim. Ko'rib kelman to'g'risi. Yana shunaqalari bor. Misol uchun dasturchilarning ko'pchilik o'ylaydi, sport bilan uncha shug'ullanmaydi, anaqa, voy, sizlar futbol o'ynashini ko'ringlar ularni. Haftada bir oyda bir o'ynasam, lekin yorib tashlaydi o'ynash. O'zim ko'rib yuribman. Yaxshi o'ynaydi, zo'r o'ynaydi. Dasturchilarga gap bo'lishi mumkin emas. Unaqalarni ham ko'ramiz. Qisqadan qisqa shu, dasturchilik bu qanaqadir odamlarni kam gapirishga majburlaydigan kasb emas. Bu har bitta odam o'zidan kelib chiqadigan narsa. Dasturchi bor, zo'r odamlar bilan chiqishib, yaxshi zo'r muomala qilib, aka deb kirishib ketadi. Dasturchi bor, o'zi kam gap, tegi uni kam gap, tortinchoq shunaqa. Dasturchi bor, qo'pol. Men 3 xil hozirman tipdagi odamni aytib o'tdim. Shunaqa, ya'ni bu dasturchi bo'lganligi uchun shunaqa bo'lgan degan stereotip yo'q. Bu programmist, bu o'zi shunaqa. Yo'q, o'zi shunaqa emas. Bu o'zi shunaqa. U programmistlik, u peshanasiga shunaqa narsani tangba qilib qo'ymagan. Endi savol, men qanaqa dasturchiman? Sog' bo'ling, charchamanglar, yaxshilikda ko'rishaylik.